Assalomu alaykum do'stlar. O'zbekistonga kelganimizning 3-kunida farzandlarimizning buvijonisi bizni Seul Moon sayilgohiga kechki sayriga taklif qildilar. Agar siz ham Koreya ruhini Toshkentda biroz his qilishni istasangiz, ushbu video aynan siz uchundir. Xitoychasiga nima bo'ladi? Rahmat. Shisha bo'ladi. Shisha. Rahmat, zo'r gapirgansiz. Sog' bo'ling. Seul Moon sayilgohi Burjal kanali bo'yida joylashgan qatorli va qavatli ko'p yo'nalishli savdo binolari, restoran, kafelar va aholi yashash binolaridan tashkil topgan ajoyib arxitekturalar majmuasi ekan. To'g'risini aytganda yurakda har xil hislar uyg'ondi. O'zgargan shahar haybi bir tarafdan kuchli hayrat uyg'otsa, boshqa tarafdan ilgari shahar sokinligining yo'qolganligi biroz kayfiyatimizni ham pasaytirdi. Umuman olganda ko'chaning har bir qismida, har qavatida o'zgacha his bor edi. Atrof to'la kafe, restoranlar, madaniy hordiq chiqarish uchun sharoitlar juda ham ko'p edi. Biz esa ajoyib bir kitob do'konini kashf qildik. Bu joyda har bir yoshga, har bir qiziqishga tegishli bo'lgan ingliz tili, rus tili, adashmasam xitoy tilida ham kitoblar bor edi, o'zbek tili kitoblari juda ham serob ekan. Eng qiziqarligi, bizning farzandlarimiz lotincha alfavitda kitob o'qishni bilganligi uchun biz lotincha, o'zbek, milliy klassik kitoblaridan ko'p sotib oldik va juda ham xursand bo'lib Seul Moonni keyinchalik tark etdik. Safarimizni esa bolalarning taklifiga binoan bubble tea bilan yakunladik.